2025-yil 30-aprel kuni Xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdan tashqari 9-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya Qoraqalpog'iston Respublikasi siyosiy hayotida muhim voqealardan biri sifatida qayd etilishi mumkin. Chunki unda tumanni boshqarish masalasi, aniqrog'i yangi hokimni tayinlash masalasi ko'rib chiqildi. Sessiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashining raisi Amanbay O'rinbayev so'zga chiqdi. Sessiyada To'rtko'l tumani hokimi lavozimiga Xudoybergenov Ilhomboy Tilabboyevichning nomzodi ko'rib chiqildi. Deputatlar tomonidan bu nomzod yakdillik bilan qo'llab-quvvatlandi va sessiya yakunida u rasman tuman hokimi etib tayinlandi. Ilhomboy Xudoybergenov o'z mehnat faoliyati davomida yurtimizdagi muhim tuzilmalarda, xususan ichki ishlar organlarida samarali mehnat qilib kelgan. Shuningdek, u Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari sifatida ham bir necha yillar faoliyat yuritib, jamoat boshqaruvi sohasida katta tajriba to'plagan. To'rtko'l tumanining siyosiy va ijtimoiy hayotida yangi sahifa ochildi. Ilhomboy Xudoybergenovning rahbarligida tuman aholisining ehtiyojlariga mos, zamonaviy va samarali boshqaruv tashkil etilishi kutilmoqda. Shuning bilan xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdan tashqari 9-sessiyasi o'z ishini yakunladi.